Salom hammaga sizlar bilan birgalikda yana live yeti mana telefonimiz tuzatishdan chiqarib oldim. Endi video qo'yaman. Yaxshi tuzalmadi. Lekin o'ynasa bo'ladi. Haliyam lekin siniq telefonim mayli boshlaymiz. Katta do'stlar mana video ketyapti. Bugun Minecraft bo'ladi. Minecraftga to'g'rirog'i ko'p odam ovoz bergan. Shuning uchun bugun Minecraft parkour o'ynaymiz. Herobrine bo'lmaydi u. Hozir haliyam kechqurun bugun cho'ta mehmonlar kelishdi qo'shnilari. Qani mana shu. Bugun level nechigadir boramiz bugun. Ekranim mazzasi qochib qo'ygan. Farqi yo'q endi. O'ynayveramiz. Endi uncha tez video chiqara olmayman, lekin do'stlar videoyim telefon silib qo'ygan bu. Settings. Profile global. Get more my box bitmas. Sound print online. Mayli chiqsin. Yopti. Personal profil mana brightness'i 100 tashladim. Ko'rinyaptimi? Menga ko'rinyapti. Hozir boraylik. Survival o'tib. Ana qo'yib tashladik. Telefonim. Sizlar anondaqa ko'ryapsizlarmi bir futbol? Unda boshladik bizlar jahon chempionatini bir. Men ovoz bergan komanda yutqazib qo'ydi. Mayli tushib ketdi. Yo'q, bugun level 2 gacha borishga harakat qilamiz. Orqaga turib yo'qda. Mana. Darvonga bitta qiyin. Tushdim. Do'stlar, adashib tushib qoldim. Bittan o'tib bo'lmaydi do'stlar. O'tib bo'lmasa survival qo'yib beraman sizlarga. Bir kun yashib qolaman. Yo'q, voy. Yo'q, ketib bo'lib turadi. Yana bitta. Unda sakrab bo'lmas ekan. Yomon qarashdan qilishlar kerak emas. Bo'tmanmi? Izohlarda yozib qo'yinglar. Sizlar o'tgan bo'larmi deylar mana shunaqa parkurlarni. Hayotda o'tirib yurmaysanmi? Bo'ldi. Taxova stream technoblade never dars bo'ladi hozir. Saday. Zo'rga chiqib oldim. Mana chiqib oldik. Bittan qanday o'tamiz? 3dan tepaga bitta. Shundaylarki. O'tdim.
qani oxirida tish qo'ymaslik kerak. Yopib berib. O'tib. Welcome life. Bu level emasmidi? Endi xush kelsin deydi. Ne purple. Mayli reddan boshlaveramiz. Ketdi. Endi do'stlar bitta qoldik bizlar. Yo'q, qolmadikmi? Shitgacha. Oppa, ilin. Ne o'tirib oldi mana. Yaxshi ketma torchi. Endi telefon aynan yuradigan taraf singanda eshak. Tez o'tib ketmoqchi edim, bo'lmas ekan. Bu Minecraft 1.17 hamma o'tkazib biladi uni. 1.17 o'tkazib oldim, endi yaxshi bir ko'p modlar ham tushadi. 8 ming bitta ekan-ku, bir quvasa bo'lmaydimi? Yo'q. Tepaga qara, tepaga yerda nima qilsan qara. Mayli, bizlar farqi yo'q, o'tiramiz. Ne be qo'yib qo'yishgan sakraydiganmi? Buni ko'rmadinglar. Yom farqlik chiqadi do'stlar. Cho'ta anov bir bo'lmaydi, 7 bir ananda qilib qo'ygan. Video qo'ymaysan, sen pul berasan deb. Bitta o'ta bo'lmas. 15 minut bo'lishi kerak videoda. Orqaga. Narsa yo'q-ku. Yaxshi qaytsa bo'larkan. Yo'q. Qaytgandan foydalimi? Baribir qizimdan o'tdi. Mashet qo'yib berdim menga. Ko'ntirmi bet endi? Nima beti? Yo'q, albattan bir nimalarga kirib ketdi. Yo'q. Biz birinchi qizildan o'tish kerak ekan. Endi menda kompyuter yo'q. Kompyuterim yo'q, bir to'xtab turib mana dreamlarga o'xshab o'tib ketishganda. Mana shetdan sizlar qanday o'tasizlar? Mana o'tib bo'lmaydi-ku. Qandoq sakrasakmi? Biladi. Bu parkur bo'lmadi. Bo'pti. Videoga mayli, ozgina survival o'ynaymiz hozir. Shaderga baho berasizlar hozir. Shader dahshat emas, lekin trashda shader o'zi. Shader bordan yo'q yaxshi edi. Hozir ko'rsataman sizlarga. Shader u yaxshi bo'lishi kerak, lekin shader deb ko'p gapirdim. Ertaga ham video bo'lishi 80%, 70%.
Ertaga FC'ni chiqaraman. Sizlar faqat Roblox bilan Minecraft kerak ekanda. Endi ikkita o'yin qo'yaman ovoz berishga. Endi zo'r bo'lsa dahshatli ovoz beraverasizlar. Skinim qaqib ketdi mani. Farqi yo'q, skinsam o'ynayveramiz deyapti. Mana şeyler. Qaranglar, bulutni real. Mana aldayapti-da uni. Qani quyosh qani? Quyosh qaranglar. O'zim maza qilib ketyapman. O kalla. Dinamit lights vardı bende, lekin qo'yib bo'lmadi uni. Bu iki programlar yüklettimi? Do'stlar, mana shu orolga borganimdan keyin videoni o'chirib turaman. Parkur mashinasi tugaydi. 15 minutgacha ruxsat berdi. Shunisiga ham rahmat, bir 15 minut qilganiga. O'sha 15 minut bo'lgandir o'sha. Necha bo'ldi? Aper toplaydilar. Voh, to'xtanglar. Quyosh botishini mana ko'rsatib beraman sizlarga. Shaderimda. O'xshab nima u o'rtasidan oq chiqib ketdi. Qani? Voy qani? Voy. Voy qani? Ko'rdingmi? Ko'rinib turibdi. Ko'rinmayapti. Quyosh ko'paytdi, oy chiqdi. Bo'pti do'stlar, hozir mana shu yerda tugataman. Bo'pti, xayr. Keyin hozir yana chiqaraman, to'xtab qolmadi demanglar yana.